ko'zga sharpalar ko'rinishni boshlasa, quloqqa g'alati ovozlar eshitila boshlasa, o'qitish kerakmi yoki davolash kerakmi? Bu haqda sizlar bilan gaplashamiz. Men bitta misol aytib beraman sizlarga. Mana bizga bir bemor ko'rikka kelyapti. Shikoyatlarini qarang. Ko'zga sharpalar ko'rinishi, xavotir, vahima, o'zini o'zi bo'g'ish, sochlarini yulish, vasvasaga tushish va o'zi gapirgan gaplarini birozdan keyin eslolmay qolishi. O'lim fikrlari borligi, oyoqlarda og'riq paydo bo'lishi, gohida ichidan ovozlar kelishi, bolang endi seni o'ladi degan gaplarni o'sha ovozlar aytishi. Yomon tushlar ko'rish, uyda xontaxtani tagida va pardalarning orqasida ilonlar ko'rinishi. Ovqatga o'rgimchaklar tushgandek ko'rinishi. Ya'ni ovqatni tayyorlaydi, bir qozon ovqatni eri kelishidan oldin ovqat tayyorlaydi, bir qozon ovqat qiladi. Buni qarasa, katta o'rgimchak ovqatni ichiga tushib ketadi-da, uni ichiga erib yo'q bo'lib ketadi o'rgimchak. Yangi tayyorlangan bir qozon ovqatni olib chiqadi-da, tashqariga shunday og'darib to'kib tashlaydi. Nega bunday qilding desa, eri ovqatga o'rgimchak kirib, erib ketdi ichida. Bu ovqat endi yeb bo'lmaydi. Shuning uchun to'kyapman deydi. Er hayron. Uyda uzun bo'yli odamlar bir kirib keladi, bir ko'rinadi va yo'qolib qoladi. Uzun bo'yli odamlar. Va mana shunday holatlar vujudga kelsa, o'tiradida o'rnidan tura olmay qoladi. Dorilarni ichsa yaxshilanadi. Dorilarni to'xtatsa ahvoli yomonlashadi. Hozirda dori ichsa ham ta'sir qilmay qo'ydi. Tinimsiz yig'laydigan bo'lib qoldi. Naslilikni inkor qiladi, ya'ni kasallik, ota-ona tomonidan bunaqa ruhiy kasallar borligini inkor qiladi. Kechalari uyqusi yaxshi emas, o'rnidan turib ketadi va o'zi bilmagan holatda ba'zi ishlarni qilib qo'yadi. Shuning uchun eri xotinini ba'zan oyoq qo'lini bog'lab yotqizib qo'yadi. Ba'zan esa qo'lini bog'lab, qo'liga bir ipni bog'lab xotinini, ikkinchi ipni uchini o'zini qo'liga bog'lab yotib uxlaydi eri. Agar xotini o'rnidan turib ketsa, buni ipini tortadi-da, bu uyg'onib o'sha xotini ba'zi bir yomon ishlar qilib qo'ymasligi uchun uni nazorat qilib uxlaydi bu erkak. Bular bizni ko'rigimizga kelishdan oldin bir nechta mullalarga borib o'qitishgan. Ya'ni bu ayolning ichiga jin kirgan, bunga jin teggan deb uni o'qitishgan. Keyin psixiatrga borib davolanishgan. Oxiri uncha natija yaxshi bo'lmayapti. Biz bu bemorga dorilarni to'g'ri tanlab berdik, natija yaxshi bo'lyapti. Bunday bemorlarni o'zi nima qilish kerak? Ularni faqat o'qitish kerakmi yoki davolash kerakmi dorilar bilan? Bunday bemorlarga har ikkalasini ham qilish kerak. Ham dori-darmonlar bilan davolash kerak, ham o'qish kerak. Ya'ni bemorni o'zi o'qigani, o'ziga o'qib dam solgani yaxshi. Agar o'zida imkoni bo'lmasa, bu narsaga xushi bo'lmasa, qilmasa, eri o'qigani yaxshi. Endi mullaga o'qitishgani ham yaxshi, yomon emas. Ammo mulla bemor bilan 24 soatda faqat 1 soatgina bo'lishi mumkin. Ya'ni uni o'qishi mumkin yonida o'tirib. Qolgan 23 soatida bemor o'zi bilan o'zi-ku. Va mullaga bir haftaga 1 yoki bir haftaga 2, mayli, bir haftaga 3 kun olib borsin ham o'qitishga. Yoki 10 kun davomida har kuni olib borsin deylik. 1 soatdan o'qitib keldi. Qolgan 23 soatida bemor o'zi bilan va yana bir oyning 10 kunida mulla o'qiyapti, qolgan kunida o'qimayapti. Shuning uchun
bunday bemorlar o'zi Qur'on tilovat qilishi kerak, shart. Va albatta dori-darmonlar bilan davolanishi kerak. Bunday holat jin tegish holatlarida ham bo'lishi mumkin. Ammo ruhiy kasallik holatlarida ham bo'lishi mumkin. Endi biz jin tegish bo'yicha mutaxassis bo'lmaganimiz uchun biz tibbiyot mutaxassisi, ya'ni psixiatr, seksopatolog shifokor bo'lganligimiz uchun biz masalani ko'proq tibbiy tomoniga urg'u beramiz. Lekin alhamdulillah biz musulmonmiz. Chunki Alloh taolo Qur'onda Jin surasini nozil qildi va bir nechta boshqa suralarning ichida ham jinlar haqidagi oyatlarni nozil qildi. Sehr haqidagi oyatlar nozil bo'ldi. Ko'ra olmasliklar, birovga qilinadigan dushmanlik, issiq sovuqliklar haqida oyatlar nozil bo'ldi. Demak, biz ularni inkor qilishga haqqimiz yo'q. Va biz o'zimizning mutaxassisligimizdan kelib chiqib va musulmon mutaxassisligimizdan kelib chiqib, bemorning muammosiga adekvat yondashib, unga ma'lum bir yechim topib berishga harakat qilamiz.